Eronning Isroil janubiga zarbalari. Binolar vayron bo'lgan. 160 dan ortiq kishi jabrlangan. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Eron bosh vaziri Benyamin Netanyahu ham zarba joyiga tashrif buyurdi va Eron ustidan shikoyat qildi. Isroil favqulodda xizmatlari vakillariga ko'ra, Eronning Isroil janubidagi yadroviy obyektga yaqin joylashgan Arad va Dimona shaharlariga raketa zarbalari oqibatida 160 dan ortiq kishi jarohatlangan. Jabrlanganlarning bir qismi og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Aradda 84, Dimonada yana 78 kishi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Xalqaro atom energetika agentligi Dimonada 13 kilometr masofada joylashgan Shimon Peres yaqinidagi yadro energetikasi ilmiy tadqiqot markaziga qandaydir zarar yetkazishi haqida ma'lumot yo'qligi va u yerda radiatsiya darajasi ko'tarilishi qayd etilmaganini ma'lum qildi. Eron davlat televideniyasi zarbalari shanba kuni Natanzdagi yadroviy obyektga qilingan hujumga javob bo'lganini xabar qilgan. Shanba kuni kechqurun Eron ballistik raketalari Isroilning murakkab havo hujumidan mudofaa tizimidan o'tib, mamlakat janubidagi 2 shaharga zarba berdi. Arad shahridagi raketa bir nechta binoga jiddiy shikast yetkazib, uylar o'rtasida chuqur o'ra hosil qilgan. Bu juda qo'rqinchli kartina, deydi Eron tez yordam feldshere Yakir Talkar va u yerda juda ko'pchilik yaralanganini qo'shimcha qilgan. Zarba oqibatida 2 ta ko'p qavatli uyning tashqi devorlari teshilib ketgan. Shu kabi raketa zarbasi qo'shni Dimona shahriga ham berilgan. Bu yerda ko'p sonli yaradorlar orasida 10 yoshli bola ham bor. Shifokorlar uning holatini o'ta og'ir deb baholashgan. Dimonada ham, Aradda ham havo hujumidan mudofaa tizimlari ishlagan. Ammo ular tahdidni bartaraf eta olmagan. Natijada yuzlab kilogrammlik jangovar kallaga ega ballistik raketalar to'g'ridan to'g'ri kelib urilgan, deya xabar bergan isroillik o't o'chiruvchilar. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ham zarba joyiga tashrif buyurdi va Eron ustidan shikoyat qildi. Eron allaqachon minglab kilometrlarga zarba berishga qodirligini ko'rsatdi. Masalan, Diego Garsiyaga bu taxminan 4000 kilometr va ular masofani kengaytirishda davom etmoqda. Ular allaqachon Yevropaga ham yetib borishlari mumkin. Butun dunyoga tahdid solayotgan bu rejimni to'xtatish kerak. Butun dunyo bu terrorchi va mutaassib tuzumga qarshi birlashishi uchun prezident Trampdan aniq signal kerak. Bu nafaqat AQSh va Isroilga, balki butun dunyoga tahdiddir. Bu harakat qilish vaqti keldi va biz harakat qilamiz. Yadroviy obyektlarga zarbalar almashinuvi. Hozirda raketalar Isroil havo hujumidan mudofaa tizimini qanday yengib o'tganini aniqlash uchun tergov olib bormoqda. Biroq o'tgan yozdagi 12 kunlik urush hatto bu tizim ham 100% himoyani kafolatlay olmasligini ko'rsatgandi. Negev sahrosidagi Shimon Peres nomidagi yadroviy tadqiqot markazi Dinamo reaktori deb ataladi. Uzoq vaqtdan beri Isroilning o'zining yashirin yadroviy arsenalida saqlaydigan joy hisoblanadi. Rasman bu obyekt faqat ilmiy tadqiqotlar uchun mo'ljallangan, ammo taxminan 60 yil davomida Isroil aynan shu yerda yadroviy bomba yaratganini hech kimga sir emas. Bu amalda uni mintaqadagi yagona yadroviy davlatga aylantirdi. Shu sababli obyekt hujum nishoni bo'lishi mumkinligining har qanday belgilari mamlakat tomonidan maksimal darajada jiddiy qabul qilinadi. Eron atom energiyasi tashkiloti Natanzga uyushtirilgan hujumni yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaning buzilishi deb atadi. Biroq radioaktiv materiallarning sizib chiqishi qayd etilmagani va qo'shni hududlar aholisi uchun xavf yo'qligini ma'lum qildi. Natanz hozirgi urushning ilk kunlarida ham, o'tgan yil iyunida bo'lib o'tgan 12 kunlik urush davrida ham AQSh va Isroil tomonidan hujumga uchragandi. Shanba kuni Isroil mudofaa armiyasi vakili isroillik harbiylar Natanzga qilingan hujumdagi
navbatdagi hujumga aloqador emasligini ma'lum qildi.